3000 ga olmagansiz. Kelishtirib bering. Siz ham foyda qiling. Sizdan olgan odam ham foyda qilsin aka, shu mashinani bering, mazza qilsin. Bo'lishini ayting. Qo'yaylik. Ha, 2900 ga qo'yaylik, ishmasa aka. Teri kiymaydigan raqamga. Bu kiyim emas-ku, sizga to'g'ri kelishi kerak. U Nexia 2 napshkalar qo'yilgan ekan, ha? Yangi aka, birinchi marta qo'yilyapti bu apshka torpeda. Torpeda. Tablo ham yangi. Bu nima sizgaliklar qo'yilgan aka? Bilmadim, lekin mana shu Opel'mi? Saloncha zo'r ekan, lekin monitorlar qo'yilgan. Monitor, kolonka. Qo'liklari. Ha, saloni zo'r ekan. Nexia 1 ishqibozlari bo'lsa, mana Nexia 1. Yili necha aka? Yili 2002. 2002-yil, qimmat aytyapsizki, bo'lsa yili eski ekan-da. Mana bagajdan holati. Kraska ustiga to'liq sepilganmi aka? Ha, o'zi ma'lum to'liq kraska sepilgan ekan. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Motor hadovoylari qanday? Motor hadovoy zo'r aka. Nima kamchiligi bor aka? Kamchilik haydash kerak aka, xarajat qilingan hammasi. Bo'ldi, pulini ayting, mana shunday qo'yay, bo'ldi. 3000 bo'lsa beraman aka, taqalgan. Mayli, 3000 qo'yamiz, savdosi bor deb qo'yamiz, o't berasiz, xo'pmi? Bo'ldi, biron nima o'tamiz.